Assalomu alaykum YouTube obunachilari. Hozirgi videomizda sizlarga do'konimizga toza kelgan kiyimlarni tanishtirib o'tacakmiz. Asosan bu xatarimiz polni dvoyka, hozirgi dvoykalarni ko'rsatib o'tamiz. Shuning xo'shay dvoykalarimizdan kelgan. Ichida go'ynaki bor, shulk materiali, ustida esa shuning kashimchiki bor. Dim xo'shrab o'tiradi. Yenglarni dimalak qo'yib ishlangan, qolipi dimzo'r bo'lib kelgan. Razmerlari L, XL razmerlari bor. Narxi 370 ming so'mdan idora tashkilotida ishlaydigan ayollarimiz uchun dim qulay. Keyin shuning xo'shay variantdagi kofta yubkamizdan ham kelgan, belenda oq remellari bilan. Materialni ustuna vishivka etib ishlangan, ust ildilaridan qoshlar qo'yilgan, dimali variant. Buni ham etaklari gullari bilan dim xo'shrab o'tdi. Ikki chetidan rezinka qo'yilgan, ildina shuning oq uzor o'tgan. Kiyganda dim xo'shrab o'tiradi. Bu kofta yubkamizning narxi 610 ming so'mdan, Pekin fabrichniy mahsulot. Razmerlari 3XL, 5XL. Keyin 2XL razmerlari bor. Keyin shuning variantda bular kuzgi, materiali kuz uchun mo'ljallangan. Sportivniy xalatimizdan kelgan, kisalari bilan ildilari qo'shaytib ishlangan. Narxi 350 ming so'mdan, razmerlari 48, 46, 50 razmerlarda kelgan. Kilotlari kengaytib ishlangan, sportivniy variant, ikki xil rasvetga bordo, siniy rasvetkalarda kelgan. Keyingi variantimiz shuning jins troykamiz, kachествоsi dimzo'r bo'lib kelgan, materiali jinsi, ildilariga qoshlar qo'yilib ishlangan, knopkali variant. Ichini futbolkasi yeng kalta, ildilari vishivka etib ishlangan. Ichini futbolkasi ham bemalol orqani yopadi. Keyin shuning keng kiloti bor, kisalari bilan ikki xil rasvetkada qora, qoramish, korичневый, siniy rasvetkalarda kelgan. Razmerlari L, XL, narxi 705 ming so'mdan. Keyingi jins troykamiz. Jins troykamiz ham xo'shrab o'tiradi. Bu yubkali variant. Yubkasi keng trapetsiya etib ishlangan, kisalari bilan. Ustida shuning kashimchiki bor. Buni keyin ichindasi yeng kalta futbolkasi bor. Razmerlari XL dan 3XLgacha bor. Narxi 480 ming so'mdan. Materiali yubka, bemalol yozdan kiysa bo'ladi, kuzdan hazatib kiysangizlar bo'ladi. Modniy bo'lib turadi. Keyingi jinsi dvoykamiz. Buni ham jins kachествоsi dimzo'r bo'lib kelgan. Buni ham bo'ylari uzun bo'lib turadi. Orqani bemalol yopadi. Kiloti kengaytib ishlangan. Buni razmerlari L, XL razmerlarda большой markada kelgan. Bemalol 50-52 kiyadigan ayollarimizga to'g'ri keladi. Bu jinsi dvoykamiz ham xo'shrab o'tiradi. Orqani bemalol yopadi. Kilotlari ham kengaytib ishlangan. Bu jinsi dvoykamizning razmeri standart, narxi 525 ming so'mdan. Buni materiali qalin, asosan kuz uchun mo'ljallangan. Bu varianti bor, bu esa yupqaroq jinsi. Buning narxi esa 400 ming so'mdan. Buni ham xuddi kilotlari kengaytib ishlangan. Keyin xuddi shu dvoykamizni shu fasonda boshqacha material, lion materialida ishlangan bor. Bular yubka. Kuzni boshi yozdan bemalol kiysangizlar bo'ladi. Buni narxi 288 ming so'mdan, razmerlari standart. Har xil rasvetkalarda kelgan, hamma rasvetkalar xodavoy bo'lib kelgan. Bu rasvetkasi ham qo'shirab o'tiradi. Keyin korичневый rasvetkasi ham qo'shib o'tiradi. Kiyimdan tashqari shu dvoykamizni ko'pchilik sevib olib turibdilar. Bular kiyganda qo'shirab o'tiradi. Narxi 450 ming so'mdan, materiali yubka material. Razmerlari XL dan 6XLgacha bo'lgan razmerlari bor. Qora rasvetkasidan bir dona 2XL razmeridan qolgan, korичневый rasvetkasidan hamma razmerlari bor. Keyingi dvoykalarimizni o'tadigan bo'lsak, buni materiali xibi, sportivniy variant, xalat, bo'ylari uzun bo'lib turadi. Kilot ham kengaytib ishlangan, kisali, razmerlari 48 dan 52 gacha, 54 gacha bo'lgan razmerlari bor. Keyingi variantimiz bu narxini aytdimmi? Narxi 230 ming so'mdan. Keyingi variantimiz esa poplin troyka, ichida shuning yeng kalta koftasi, ustida shuning kostyumchiki, keyin yubkasi bor. Yubkasining chetlarini uzor qo'yib ishlangan, xo'shrab o'tiradi. Buni уже 3-partiya oldirishimiz, nechta giygan odamga yarashib turibdi, xo'shrab o'tiradi. Razmerlari XL dan 6XLgacha bor, narxi 290 ming so'mdan. Keyin bu variant dvoykamiz M, XL razmerlaridan qolgan, bu rangidan qo'shirab o'tiradi, большой marka razmerda. Narxi 225 ming so'mdan, materiali lion, kilotlari ham kengaytib ishlangan. Buni keyin buning temniy korичневый rasvetkasidan bor, bu rasvetkasi ham qo'shirab o'tiradi. Keyin shu dvoykalarimiz ham qo'shirab bo'lib keldi.
Yakalarına koşla bilan bezatilgan aldilari diymali variant. Materiali poplin. Kilotlari ham dim keng etib ishlangan. Hijoblar ayollarimiz ham to'g'ri keladi. Narxi 176 ming so'mdan. Bu rasvetkasi ham dim qo'shray bo'lib turadi. Bunlar razmerlari bor. Keyin shuning marlovka dvoykamizdan ham bor. Buni material marlovka. Engizda boy yo'q bilinmaydi. Narxi 380 ming so'mdan. Pekin fabrichniy mahsulot. Yakalari xushaytib ishlangan. Buni ikki xil rasvetkasidan qolgan. Ikki rasvetkasi ham dim qo'shray bo'lib turadi. Keyingi dvoykamizni bu poplin varianti. Bular 410 ming so'mdan. Bular bolshimerka razmerda kelgan. Hozir do'konimizda XL razmeri bor. Bu bemalol 52-54 razmergacha to'g'ri keladi. Kilotlari ham dim keng etib ishlangan. Materiali yaxshi xil materialdan ishlangan. Keyin bu rasvetkasi ham dim qo'shray bo'lib turadi. Keyin undan tashqari do'konimizda shuni Lion dvoykamizdan ham bor. Bularning narxi 195 ming so'mdan. Bundan bir dona qoldi. Razmeri standart 48-50 razmerlarga to'g'ri keladi. Keyin shu trend bo'lgan ko'ftip dvoykamizdan ham bir dona qoldi. L razmeri qoldi. 50-52 razmerga to'g'ri keladi. Kilotlari ham dim keng etib ishlangan. Kiyganda dim qo'shray bo'lib turadi. Yenglari ham dim yabishni bo'lib turadi. Keyin birlik firmasining shuning qo'shray poplinidan ham bir dona qoldi. Buni razmeri 2XL, narxi 190 ming so'mdan. Keyin shuning qo'shray shifon dvoykamizdan ham bor. Pastda yubka dim bo'lib turadi. Dim qo'shray neobichniy bo'lib turadi. Kiyganda narxi 385 ming so'mdan, razmeri standart. Keyin birlik firmasining shuning eng uzun variant dvoykasidan ham bor. Chetlari ipli, razmeri ulayib kichayadi. Kilotlari keng etib ishlangan, narxi 180 ming so'mdan. Keyin bu rasvetkasi ham dim qo'shray bo'lib turadi. Keyin shunga qo'shray dvoykamizdan ham bor. Bellari iplar bilan bog'lanib moddiy bo'lib turadi. Orqani yopadi. O'rangan ayollarimiz ham to'g'ri keladi. Buni razmeri standart, narxi esa 320 ming so'mdan. Keyin shunga qo'shray uydagi ish uchun ko'ylak shtanimizdan bor. Bo'ylari uzun. Poplin materiali, aldilari ruchnoy rabota, narxi 195 ming so'mdan. Razmeri standart. Keyin bu rasvetkalari ham dim qo'shray bo'lib turadi. Keyin shuni materiali Lion dvoykamizdan bor. Chetlarini uzor qo'yib ishlangan, aldilaridan qo'shray bo'lib turadi. Diymali yoqali variant. Razmerlari 48 faqat 48 razmerlaridan qolibdi. 50 razmer ham bor ekan, narxi 205 ming so'mdan. Buni korичневый, keyin bu qora rasvetkasi ham dim qo'shray bo'lib turadi. Keyin shuning dvoykamizdan bor. Bular yubkali variant. Ustida shuning kostyumchiki, keyin pastida esa shuning yubkasi bor. Dim qo'shray bo'lib turadi kiyganda, aldilari zamoklatib ishlangan. Razmerlari 48 dan 52 gacha bo'lgan razmerlari bor. Narxi esa 225 ming so'mdan. Keyin shu dvoykamizdan, ko'pchilikga yoqqan dvoykamizdan bir dona qoldi. Buni ham narxi 225 ming so'mdan. Aldilari dim qo'shray etib ishlangan, yubkasi uzun, valonlatib ishlangan. Keyin bu dvoykamizni cho'mnasiy rangi ham bor. Cho'mnasiy rangi ham dim qo'shray bo'lib turadi. Keyin do'konimizda buning variant troykalarimizdan bor. Ichida o'zini futbolkasi, ustida shuning kostyumchiki, pastida yubkasi bor. Yubkasi valonlatib ishlangan, uzun bo'yi, kiyganda dim qo'shray bo'lib turadi. Narxi 250 ming so'mdan. Bu troykamizni shuning rasvetkasidan ham bir dona qolgan. Bu rasvetkasi 52 razmeridan qolibdi. Kiyganda